Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 8 ta eshik qilib berdik mana. 8 ta eshik oltiron qilib berdik. Tepalariga ham o'rnatdik. Tepalariga pinataylar uchun chiqolmadi hozir o'zi. Qatqoq chiqib o'rnatdik. Xudo xolasa tepalarga ham bor. 2 qanotlik. Endi 3 qanotlik mana. Mana 1 qanotlik. Eshiklar Xudo xolasa mana konkretni qilib o'rnatib berdik. Yo'l bo'lib mokri rangda bo'ldi. Aynalari pastga yullik, tepasi yulsiz holatda. Zamonlar yangi zamonlardan Xudo xolasa mana konkretni bo'lib Xudo xolasa qilib berdik. Mana ikki etajga uy Xudo xolasa mana chiroyli qilib olib kelib o'rnatdik. Mana 8 ta eshik, 6 taron. Tepalar ham bor. Tepalardagida chiqolmadi hozir shartini olib qo'ydik. Kim kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Nomerimiz 91 487 33. Vodiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz, O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Kimda qiziqarli savollar bo'lsa, savollar berish mumkin. Javob berishga harakat qilamiz, Xudo xolasa. Shogirdlar bo'lsa ham olamiz, shogirdlar. Yaxshi shogirdlardan bo'lsa, o'rtoqlarni qilib beramiz. Hammalarga rahmat, ishlarga omad. Like, podpiska ayamanglar. Ishlarga rivoj.